Bugun sizlar bilan yoshlar va qariyalarda birdek uchraydigan vahima qo'rquv sindromi, uning kelib chiqishi, sabablari, belgilari va davosi haqida batafsil gaplashamiz. Shahboz aka, bilamiz hozir yoshlarda ham kattalarda ham mana atrofimizda ko'payib ketgan qo'rquv vahima sindromi. Bizda savollar bor, sizga berib ketaveramiz. Xudo xolasa javob berarsiz bemalol. Hozir bilamiz, juda ham ko'p uchrayapti bu kasallik. O'zi buni birinchi belgilari qanaqa bo'ladi? Vahima qo'rquv sindromi bu shunchaki qo'rquv emas, to'satdan boshlanadigan ham jismoniy ham ruhiy belgilar bilan kechadigan holat hisoblanadi. Bemorda xavf bo'lmagan holatda ham o'sha tinch holatni xavf kabi organizm qabul qiladi va unga javob reaksiyasini beradi. Bemorda to'satdan yurak urib ketadi. Tomog'iga bir narsa tiqilgandek bo'ladi, nafas yetmaydi, nafas siqadi. Ko'krak qafasida nimadir bosib turgandek bo'ladi. Tanasini bir tomoni xuddi uxlab qolgandek, ishlamayotgandek his qiladi. Bemorda bosh aylanishi, holsizlik kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Bemor nima qilishini bilmaydi, o'zida nima bo'layotganini anglay olmaydi. Hozir men o'lib qolaman, bugun meni oxirgi kunim bo'lsa kerak degan fikrlar miyasida tinmay aylanadi. Bemorni kuchli qo'rquv bosadi. Qo'llarda titroq, sovuq ter bosish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Hop, bu hozir yoshlar orasida ham mana ko'payib ketdi. Bu narsa o'zi sababi yoshlarda qanaqa bo'ladi kattalarda misol nima sabablar orqali kelib chiqadi o'zi bunaqa sindrom? Endi yoshlarda va kattalarda sababi har xil degan narsa bo'lmaydi odatda. Asosiy olib keluvchi faktorlari bor. Misol uchun stress bo'lishi mumkin. Stress yoshlarda ham, kattalarda ham vahima qo'rquv sindromiga olib kelishi mumkin. Qo'shimcha ravishda uyquni yetishmovchiligi, kam harakatlilik, doimiy miyada aylanib yuruvchi fikrlar, erishib bo'lmaydigan qo'yilgan maqsadlar, organizmga o'zi qila olmaydigan yuklamalarni berish, energetik, kofein kabi mahsulotlardan ko'p miqdorda foydalanish. Ba'zi bir insonlarda oilaviy, ya'ni nasliy faktor bo'ladi. Oilada kimdadir vahima qo'rquv sindromi bo'lsa, uni farzandida yoki qarindosh urug'ida ham bu sindrom uchrashi mumkin. Hozirgi kecha kunduzda zamonni tez rivojlanayotganligi, ijtimoiy tarmoqlardagi hashamatli hayot, qimmat mashinalar, uylar, yosh yigitlar, qizlarni o'shanaqa yaxshi hayotda yashayotganini odam ko'radi-da, xuddi o'zi nima uchun men bunaqa yasha olmayapman, nima uchun menda o'xshamayapti degan fikrlar miyasini tindirmaydi. Unda na uyqu bo'ladi, na ishida halovat bo'ladi, na oilasida, o'qishida ham hamma narsada kontrolni yo'qotadi. Demak, 20 yoshda gelik olish bu shunchaki stress xolos. Shunaqa bo'lishi mumkin, lekin hammada emas. Odam o'zini oldida maqsad qo'yganda, o'zi erisha oladigan maqsad va erisha oladigan muddatni qo'yish kerak. Aytaylik, mana shunaqa holat kuzatilyapti misol. Sizga kelgan bemorlar o'zi bunaqa holatda o'zlari misol baribir qanaqadir yechimlarni qidirishadi. Sizni tajribangizda qanaqa holatlar bo'lgan? Odatda ko'pincha bemorlar shifokorga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Chunki bu o'ta qo'rquvli vaziyat. Bemor kuchli qo'rqadi. Kimdir men yuragimdan infarkt bo'lib qoldim degan fikr ham o'tadi. 90% holatlarda shifokorga borishadi. Qolgan holatlarda misol imomlarga borib yoki kimgadir borib o'qitishadi, tabiblarga borishadi. Bu holatda davo usuli psixoterapiya deydi. Bemor bilan suhbatlashib, uni jarayondan chiqazib yuborish. Bemor o'sha qanaqadir o'qitishga dam soldirish deydi. Dam soldirishga ixlos qilib o'sha insonga borsa, o'shandan ham yaxshi bo'lishi mumkin. Men dam soldirganimdan keyin yaxshi bo'lib ketdim deydi. Bu 100% bo'ladigan holat, to'g'ri holat. Demak, ixlosga ham bog'liq. Ixlos albatta. Bu holat chunki organizmdagi organik buzilish emas-da, funksional buzilish. Aytaylik, mana shunaqa bemor agar mana davolanadigan holatlar ham bo'ladi. Ya'ni shunchaki o'zim stressga tushyapman deydigan insonlar ham bo'ladi. Oxir oqibatda bu qanaqa darajaga olib kelishi mumkin insonni? Bemorlar o'z vaqtida mutaxassisga murojaat qilmasa, bemorda oldin bir oyda bir marta xuruj bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik 2 haftada bir marta yoki bo'lmasam kuchayib borib, haftada bir necha marotaba, kerak bo'lsa kunda bir necha marotaba xuruj bo'lishiga olib keladi va bu baribir mutaxassisga borishga majbur qiladi bemorni yoki uni yaqinlari u bemorni mutaxassisga olib borishga majbur bo'ladi. Yengil holatlarda psixoterapiyaning o'zi bemor uchun yetarli bo'ladi. Agar u yordam bermasa, dori-darmon yoki psixiatr ko'rigi talab etiladi. Davolash birinchi bo'lib bemorning o'zidan shikoyatlarini eshitamiz. Shikoyatlarda qanaqa ro'y beryapti, qancha vaqtda ro'y beryapti, qancha vaqtda o'tib ketyapti.
va o'tib ketgandan so'ng bemor o'zini qanday his qilyapti. Shikoyatlarni eshitib, nevrologik ko'rik o'tkaziladi. Kerakli tekshiruv agar talab etilsa, instrumental tekshiruvlar, qon tahlillari bemorga tayinlanadi. Kerak bo'lsa, ba'zi holatlarda bosh miya MRT tavsiya etamiz. Hamma tekshiruvlardan o'tgandan so'ng bemorning umumiy holatiga baho berib, davo ketma-ketligi tanlanadi. Bemorlarda aytaylik shu ilk bosqichda kuzatilyapti. Bu holatlarda bilamiz, hamma ham darrov doktorga yugurib kelmaydi. Nimalarni qilishga, nimalar tavsiya berasiz? Agar bemorda vahima qo'rquv sindromi boshlanishini sezayotgan bo'lsa yoki o'sha holat boshlansa, yengil holatlardan biri yuzni sovuq suvda yuvish. Bu organizmni adrenalin miqdorini biroz kamaytirib beradi. Ya'ni yurak urishini kamaytirib beradi. Yurak urishi pasaysa, vahima qo'rquv sindromi pasayadi. Bemor o'zini yengil his qilishni boshlaydi. Yokida nafas mashqlari. Bemor chuqur nafas olib, 4 soniya davomida nafas oladi. 6 soniyadan 10 soniyagacha ushlab turib, keyin nafasini sekin chiqaradi. Bu mashqni 10 marta, 15 marta bajaradigan bo'lsa, organizm o'zini o'zi stress holatidan olib chiqadi. Vahima qo'rquv sindromi bu yaxshi kasallik emas. Bemorlarga tavsiya qilamiz ko'proq sog'lom turmush tarziga amal qilish. Ya'ni normal uyqu rejimini joyiga qo'yish, sog'lom ovqatlanish, yengil jismoniy mashqlar qilish, sport bilan shug'ullanish. Bu har qanday, nafaqat vahima qo'rquv sindromi, balki organizmda uchrashi mumkin bo'lgan kasalliklarni ancha-munchasini oldini oladigan tavsiyalarimizdan biri hisoblanadi. Agar sizda nevrologik kasalliklar bo'yicha savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda savollaringizga javob beramiz.